Hammaga salom. O'zbekiston Dallas kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz Dream Draft tarkib tuzishga harakat qilamiz. Bu safargi Dream Draft boshqalarga qaraganda biroz qimmatroq, 225 olmosga ekan. Nomi esa Dynamic Agent Cup. Hop, ko'p kutilmasdan boshladik. Qani omadimiz keladimi yo'qmi? Taktik sxema 4-4-2. Hop. Akanji menimcha bizga to'g'risi kerak emas. Dinamik agent Mbappeni olamiz 86 reytingda va jamoa sardori. Hop, darvozaga hozircha video ko'rmay turaveramiz. Keylor Navas olamiz. Real old o'yinchilari biladi. Realchilar bo'lsa albatta yozib ketinglar kommentga. Hop, yana realchilar xursand bo'ladimi deyman. Alabani olamiz yoki Kekez olamiz, mayli realchilar. Sizlarga hozircha Navas bilan Mbappe yetadi. Hop, yana himoyaga Brahmani tushmoqda. Hozircha o'rtacha, yomon ham emas, zo'r ham emas. Hop, endi menimcha video ko'rmasak bo'lmaydi, shuning uchun video ko'ramiz. Mana videoni ham ko'rib oldik. Hop, bu yerda juda ham zo'r himoyachilar. Faqatgina ikkita sababligina Pachon olamiz. Birinchisi PSG Chempionlar Ligasi chempion bo'lgani uchun va reytingi baland bo'lgani uchun. Hop, Timberni olamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, yangilanishdan so'ng Nunish tezligi Abduqodirnikidan tez bo'lib qolibdi. Shunga fikringlar qanaqa? Buni ham kommentariyga yozib ketinglar. Albatta, videoni shu joyigacha ko'rib turgan bo'lsanglar, like, obuna esdan chiqmasin. Bu kanalimiz rivoji uchun juda ham katta yordam bo'ladi. Hop, Guler, Vitinha, Rice hozircha yaxshi ketmoqda. Menimcha hamma Vitinhani olardi, chunki Guler ham juda ham iste'dodli talant. Ammo hozir Vitinha yarim himoyada qirollardan biri va mana juda ham nozik didli, IQ'si kuchli bo'lgan Pedrini olamiz. Nima ham qilardik? Barsachilar bormi? Viska Barsa unda. Hop. Buni ismini faqat sharhlovchilar yaxshi aytsa kerak. Mbeumo 81 reytingda. Bu ham tezligi bilan tezlanishi juda ham zo'r. Hozircha tarkibimiz zo'r ketmoqda va 83 reytingdan 81 gacha tushib ketgan Aleksandr Soqjonni olamiz. O'zimizni biletishga bo'ladi. Hop, darvozaga mayli yana bitta video ko'ramiz. Ungacha sizlar komment yozib turinglar. Ko'rishinglar mumkin. Foyda bermadi. Men izdicho 2 marta video ko'rdim. Bironta ham sariq agentli darvozabon tushmadi. Shuning uchun De Gea'ni olamiz. Juda ham zo'r darvozabon bo'lgan paytida. Hozir ham yomon emas. Hop, Mancini markaziy himoyaga va 80 darajaga yana qaytgan Kim Sun Sua. Hop, Timberni akasini olamiz mana. Hop, bizga yarim himoyada o'yinchilar yetarlicha. Zaxiradan o'yinni kuchaytirgani ozgina o'yinchilar bo'lsa bo'ldi. Hop, biz mayli Gonzales olamiz 79 reytingda. U ham 80 reytingda edi va Havertz 79 reytingda. Hop, Gakpo yoki Rodrigo. Hop, mayli. Bo'yi uzun bo'lgani uchun Gakponi olib turamiz. Realchilar xafa bo'lmaymiz. Hop, qani tarkib menimcha yomon emas. Yana bitta tuzib yuboraylikmikin? Boshdan tutsa foydasi bo'larmikin? Hop, mayli. Boshdan tuzib ko'ramiz sizlar uchun. 4-4-2 sxema yana. Yana Mbappeni olaman. Darvozabon tushmaydi yana. Bu safar Navas olmayman. Reytingi eng katta kim bitta? Remironi olamiz. Hop, himoyaga Alabani olaman. Van de Venni olamiz. Qani o'zgararmikin? Foydasi bo'ladimi yo'qmi?
Bu safar bu joyda men video ko'rgandim, lekin buni ustida video ko'rmayman. Power olamiz. Hop, o'ng qanot himoyasiga Timber yana Rafinha. Deyarli o'zgarish bo'lmadi, ko'ryapsizlar, yana Vitinha. Deyarli bir xil. Farqi mana shu ko'k o'yinchilar, himoyada turgan o'yinchilarda men bir ikkita video ko'rgandim. Shuning uchun sariq kartali o'yinchilar ko'p tushgandi. Ammo bunisida video ko'rmaganim uchun hech kim tushmadi. Hech qisi yo'q, mayli. Tarkibimiz yana o'sha bo'lib qoldi. Ikkalasi ham deyarli bir xil, faqat markazda va chap qanot himoyasida ozgina o'zgarish bo'lgan. Hop, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta o'zlaringiz fikrlarni yozib ketinglar. Tarkibga baho berib ketinglar. Mana hozir ko'ramiz. Tarkibni hammasini cho'tka qilib ko'rsataman sizlarga. Hop, chap qanot himoyasi. Chap qanotdaligimda Kerkez tanlagandim, lekin Kerkez bilan Alabama farqi yo'q. Van de Venni ham qo'yib qolamiz. Chapaqayni ham tezligi juda ham zo'r. Hop, mana ko'rishlar mumkin tarkibni. Birdan 10gacha baho berib ketinglar tarkibga va videoga like boshlashdan chiqmasin. Hammaga rahmat.